Haruto, kela qol. Bu nima? Tarot kartalarimi? U tarot kartalarini o'qishga ustasi Farang. Men va sevgan qizim haqida darrov bilib oldi. Hoy, qachon gapirasan shu sevgan qizing haqida gapirasan. Atrof hozir xavfli bo'lib qoldi. Shuning uchun men sinab ko'rishni xohlardim. Hozir jangvorning navbati. Seni ruhing qo'rqoq. Hoy, to'ppa-to'g'ri. Buni hatto men ham taxmin qila olaman. Yana Nima ekan? Sen biroz vaqt ehtiyot bo'lishing kerak. Ha? Mana bu qilishlarni ko'ryapsanmi? Xavf-xatar seni azoblaydi. Bu nimasi? Men ketdim. Hoy, e'tibor berma. Kengisi Jung Xvan. Nima bo'ldi? Endigina tong otgan bo'lsa, sen allaqachon charchab qoldingmi? Senga nima? Nima bo'ldi bunga? Bilmadim. Unda keyingisi men. Nimani bilmoqchisan? Kelajagimni. Unda kelajaging haqida o'yla va mana bu kartalardan tanla. Nima? Hoy. Qo'ng'iroq chalindi. Keyinroq aytasan. Bu insonning belgisi emas. Sirli sinf 5-qism. Aytganimdek, bizni sinf ajinalar makonini ham tashkillashtiradi. Hazillashyaptimi? Nima deyapti? Nega aynan ruhlar makoni? Dahshatli tasodifni qarang-a. Biz allaqachon arvohlar bilan yashashni tajribadan o'tkazdik-ku. Shunday. Qanday qilib bezish haqida kimda qanday fikr bor? Sinfimizdagi arvohga ayt bu gapingni. Kim bo'lsa ham, u bu ishni uddasidan chiqadi. O'yin tarqasida o'tkazishga nima deysizlar? Har bir bosqichni tayyorlaymiz. Yaxshi fikr. Xuddi qo'rqinchli o'yinga tushib qolgandek bo'lishi kerak. Haqiqiy tomosha bo'ladiganga o'xshaydi. Grimga nima deysizlar? Men Toshiho bo'laman. Men Anabella bo'lishni istayman. Unda men Shrek bo'laman. You can play with me again. 빈자리 채워주는 day by day. 영원하게 말해줘. Unbelievable man, 난 넌지 지켜 세워. 지문은 선택 항상 하늘 위를 보고 있어. 말 안 해도 완벽적인 우리의 chemistry. 이걸로 재부정하냐 word of one. 하나, 둘, 셋. 잘 나왔네. Best friend forever.
Hech kim yo'q. Boshlasak ham bo'ladi. Junkyu. Qayerdasan? Buni qaranglar. Bu yoqqa o'tir. Alo ustoz. Emailingga qara. Ba'zi bir hujjatlarni jo'natdim. Xo'p, keyinroq ko'rib chiqaman. Keyinroq? Hozir nima qilyapsan? Bugun bahoriy festival. Nima? Sen o'qishga kirishing kerak. Nimalar qilib yuribsan? Axir men sinf tashkilotchisiman-ku. Men baholaring uchungina bunga ruxsat berganman. Qo'shimcha ballar to'plashing uchun. Chunki baholaring unchalik yaxshi emas. O'qishni o'rniga kun bo'yi sahnada rol ijro etib yuribsanmi? Uzr so'rayman. O'qituvchilardan tavsifnoma yozdirib ol. Biz birinchi keldikmi? Vahimali narsalarni yoqtirmayman. Siz ikkingiz birga kiring. So'nggi bosqichda ismlaringizni yozib qoldiring va suratga tushing. Keyin men sizlarni imtihondan o'tganingizni tasdiqlab beraman. Vaqtingiz dahshatli o'tsin. Buni qara. Ular boplashibdi. O'yin boshlandi. Bu choh yuksan. Bulutin taxtasiga qarang. Ustoz Le Minjunning ish stoliga boring va kutubxona kalitini oling. Ketdik. Shoshma. Hozir aqldan ozasizlar. Shunisimi? Balki bunisidir. Hay, voy xudoyim. Menga oyog'imni qaytarib beringlar. Cho'chitib yubording Jengvo. Yaxshisi ichkariga kir. Ketdik. Nima? Shu xolosmi? Bu qavatda kutubxona bormidi? Bu 4-qavat emasmi? Hozir 3-qavatda ekanmiz, yana bir qavat tepaga.
Kitobni top. 을 찾으세요. 악령. 뭐야? O, topdim. Darrov tarot kartalarmi? 가보자. 오. Biram yoqimtoy bo'libsan, Yoshi. Musiqa xonasiga boring. Pianinoni chaling deganimi? Mana bu maktabning rasmi nimani anglatadi? 그거 Bilmayman. Unda ketdik. Negadir men hech qanday qichqiriq ovozlarini eshitmayapman. Aniq bilaman, u ikkitasi allaqachon hushdan ketgan. Maktab qo'ng'irog'ini chaling. Qanday chalishni bilasanmi? 당연한 Albatta. Hoy edam, judayam baland kuylayapsan. Diqqatimni jamlay olmayapman. Qo'rqitib yubording. Nega? Unchalik qo'rqinchli emas-ku. Soching yarashibdi. Ehtiyot bo'l. Jihon, endi biz qayerga borishimiz kerak? Tezroq gapirsang-chi. Vanna xonaga. Menga qara, Jihon. Bunisi ko'proq haqiqiyga o'xshaydi. Qaytadan urinib ko'r. Bunisi ancha yaxshi. Shunday davom et. O'yin o'ynashni xohlaysizmi? Buncha yoqimtoy bu. Shu yer bo'lishi kerak. Ichkariga kiramiz. Qizil qog'ozmi? Ko'k qog'ozmi? Rangdor hojatxona qog'ozlarini yoqtirmayman. Rangsiz oddiydan topilmaydimi? Unaqasidan yo'q edi. Nega bunchalik jiddiy?
Bu nimasi? Asahi, bu Jokerdan umuman farq qiladi. Ismlarimizni qizil rangda yozsak bo'larmikan? Kel, ketishimizdan oldin bir rasmga tushaylik. 1, 2, 3. Barakalla. Maktabni bitirganingiz bilan tabriklayman. Mana bolalar, bu yerda unchalik mazza qilmaysizlar. Men bilan cherkov ansamblida birga kuylaydiganlar bormi? Keyingisi gap tarqalib bo'ldi. Bu yer unchalik qiziq emas ekan. Endi hech kim kelmaydi. Hamma qayoqqa ketdi? Tomosha zaliga ruhoniylarning kuylashini ko'rgani. Biz ruhoniylarga yengildikmi? G'ururim. Biz bularni tayyorlash uchun qancha xizmat qilgandik. Hatto ulardan ko'ra men ko'proq qo'rqdim. Sinfimizdagi arvoh nima qilyapti shu paytda? Bunday paytda biz birga harakat qilishimiz kerak. Joyimizga qaytaylikmi? Ushbu serial Legenda jamoasi tomonidan o'zbek tiliga ovozlashtirildi. Buni qanday qilishdi? Yurishda davom etaylikchi. Nega hech kim kelmayapti? Qanday qilib? Pastdagi qavat ham 4-chi edi. Unchalik ham qo'rqinchli emas deyishgandi-ku. Hey, bu yoqqa, bu yoqqa. Nima edi u? Juda g'alati. On! U nima? Hoy, nima bo'ldi? Juda g'alati. Xuddi shu yerda haqiqiy arvoh bordek. Bo'lmagan gaplarni gapirma. Uni qaranglar. Ko'proq mashq qilishim kerak.
Voy, nima qilyapsizlar? Bu yerda haqiqiy arvoh bor. Nima? To'xtanglar. Kimdir qolib ketdi. Haruto. Jengvo, Park Jengvo. Bolalar. Hazillashmanglar. Oldin bu yerda bunaqa izlar yo'q edi-ku. Jengvo, yaxshimisan? Haruto. Bolalar, nimadir bo'ldimi? Janob, ichkarida haqiqiy arvoh bor. 정우야. 정우야. 박정우. Haruto, nima bo'ldi?